O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan Dolzarb 90 kun loyihasi yo'lga qo'yilib, loyiha doirasida 1-iyundan 30-avgustgacha maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha viloyatimizda ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jarqo'rg'on tumani 66-son umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirdan asosiy maqsad davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida yoshlarimizning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishga qaratildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yig'ilganlarga o'quvchi yoshlarimizni yozgi ta'til davrida oromgohlarda dam oldirish, to'garak va mashg'ulotlarga jalb qilish borasida belgilangan vazifalar haqida axborot berdi. O'quvchilarimizning ma'naviyati yuksalishini, ta'lim sifatini oshirishini, sportdagi ya'ni kelajak faoliyatini yaxshilash maqsadida 90 kun mobaynida o'quvchilarni bo'sh vaqtini qamrab olamiz. Sport, fan va hattoki teatr to'garaklarini qamrab olamiz. Ma'lumot o'rnida keltiradigan bo'lsak, bugungi kunda Jarqo'rg'on tumanida 68 ta umumta'lim maktabi, 50 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Darhaqiqat ushbu dastur yoshlarda ijtimoiy faollikni oshirish, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, madaniy-ma'naviy saviyasini yuksaltirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'lishi muqarrar. Maktab direktorlarining oldiga qo'yilayotgan dolzarb masalalardan biri shuki, mana shu o'quvchilarimizning barchasini mana shu tadbirlarga jalb qilishimiz kerak. Mana shunda ularning o'zidagi iste'dodlari, sportga bo'lgan qiziqishlari, sog'lom turmush tarzini vujudga keltirishda ularga juda katta yordam bo'lgan bo'ladi. Kitobxonlik ko'rik tanlovlari o'tkazilib, maktablarda o'zaro kitob o'qish, mutolaa qilish bo'yicha kutubxonalarni ochib qo'yish, maktablardagi sport zallarini ochib qo'yib, bolajonlarimiz ana shundan unumli foydalanish kerak. Ertaga vatanimizga, xalqimizga sog'lom, bilimli, aqlli farzandlar bo'lib yetishishini tilaymiz. Albatta, Dolzarb 90 kunlik dastur doirasida amalga oshiriladigan tadbirlar sabab farzandlarimizning yozgi ta'tillari maroqli o'tadi. Ta'tilda ham bo'sh qolmasligi, nimadir o'rganishi, to'garaklarga kelib, yaxshi ishlar bilan ta'lim olishimiz, sport bilan mashg'ul bo'lishidan biz ota-onalar juda ham xursandmiz. Tadbirda 2024-2025 o'quv yilida eng yaxshi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori so'rovnomasida g'olib bo'lgan bir guruh soha vakillari munosib taqdirlandi. Men bu mukofotni juda menga mas'uliyat yuklaydi. Bundan-da men bu tashkilotimda bu yosh avlodni yanada yutuq shaxs bo'lib rivojlanishiga o'zimga bir maqsad qilib qo'ydim. Mana shu maqsadni amalga oshiraman. Sidqida ishlashga, xalqimizga, bolalarimizga yaxshi bilimlar berib, yutuq shaxs bo'lib yetishiga hissa qo'shish niyatlarim bor. Endilikda yozgi ta'til davrida har bir maktabda to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, san'at va adabiyot kechalari, intellektual o'yinlar, sport musobaqalari o'tkaziladi. O'ylaymizki, mazkur dastur doirasida farzandlarimizning bo'sh vaqtlari mazmunli va maroqli o'tadi.